Men beray. Sizlar neri turinglar? Aliler kichik bolaga o'xshash bek xushal o'ynadi. Men davomli o'zimni erkin qo'yishim kerak. Mening qo'lim. Hamoqat. Bir qushni tutaman. Men sizning jarohatlaringizni ko'rib boqay. Xapomislar. To'z qasdanga qilmadi. Shapoatlik aliylari mushunchalik kichik ishlarga xapomislar. Boshqalardan ag'rinmaslar. Yanala mening xonishim meni tushunadi. Bugundan boshlab men mijoz yaxshi podshoh bo'laman. Huquq va kuch bilan, yana aql bilan xalqni qoyil qilaman. Aliylari chapa chekdilar. To'xta! To'xta! Qalbini bog'ma! To'xta! Qarab tur! Aliylari ishni bo'lmaylar. Bu kimning yov eshigi? Ulug' aliylari, bu mening eshigim. Qop yurak. Podshoh. Aliylari kechirsizlar. Ishqisi yo'q. Bundan keyin ishigingni yaxshi boshqargan, bo'ldi, o'yiningni o'yna. Alloh bala. Podshoh haqiqatan mehr shafqatli. Haqiqatan shafqatli. Aliylari, bu chiroyli qilni o'ziga tutay. Mijoz yaxshi podshoh bo'lsa, haqiqatan yaxshi bo'lar ekan. O'g'irni tutinglar! O'g'irni tutinglar! To'xta! Texi mening bir xalta ochlig'imni o'g'irlig'idek bo'ldingmi? Nima ish bo'ldi? Podshoh. U mening bir xalta ochlig'imni o'g'irlab oldi. Bu qanday podshoh xafa bo'ladigan bo'ldi. Shundoq uni nas bosdi. Xotirjam bo'l. Men seni jazolamayman, Aliylarining shapoatiga chiqqanlar. Men bir mijoz yaxshi podshoh. Men nemishqa qalaymaqon odam jazolag'dekman. Men bo'lsam bir shapoatli podshoh. Podshoh bugun nima bo'lgandi? Bu odam talalikka. Selim bay adam vurdu. Selim bay adam vurdu. Adam vuruvatıdı. Yana adam vuruvatıdı. Neymiş kılavsız? U degan o'g'ri. Albatta uni urmanda. Neymiş ki xalqancha adam vurursiz? Aliylari, bay jazolanishga haqliq. Aliylari, siz shundoq shafqatli, hech qanday odamni jazolamaylar deganim to'g'rimi? Abaska, aliylariga zodi nim bo'ldi bugun. Bugun atigan aliylari qasam berib, bundan keyin yaxshi mijozlik podshoh bo'laman, hech qanday odamni jazolamayman dedi. Belki deyishib ketdi. Boy bu bir necha kunda podshohning osh tarafini tutib olib, noyis pul bermaydi. Yana pul qarzaga hujjatni yirtibdi. Yana texi meni qo'yimni elib ketdi. Bu meni qo'yib qo'yibdi. Podshoh hech qanday odamni jazolamayman dedi. Men nima qilgani shuni qilaman. Endi ishlar qolayim qolishib ketdi. Qaraganda podshohni burungi vaqtga akasak bo'g'dak. Tapdim. Hurmatli podshoh, agar o'zlari davomli mushunday ketaversalar, qoida tuzum yo'qolib ketadi. Men hargiz xafa bo'lib odam jazolamayman. Undaq bo'lsa, u qoidalarni nima ish qilamiz? Aliylari, agar sizlar xafa bo'lib qolsalar, shu chaqda yana qoida tuzumlarni ishlatib qolamlar, ya. Albatta. Yo'q, men hargiz xafa bo'lmayman. Hurmatli aliylari, sizlarni shaxmatga bak usta deb angladim. Bir qo'l o'ynab baqsa qandaq? Bak yaxshi bo'ldi. Xonishayim, ular mushundaq o'ltirg'ili xeyli uzun bo'ldi. Yana saqlab turaylik.
Nasırdin, başlaylı. Bo'ladi, aliylari. Sana karantinni bir ko'zitib qo'ymasam. Alg'a. Hujum. Alğa. Asta, men xatamay qo'ydim. Xatamay qo'ydim aliylari. O'zgartgili bo'lmaydi. Yeni bilishki bo'lmaydi. Aliylari, men degan kichik bola o'zlari cho'ng tursizlar, menga yo'l qo'ysizlar. Bu hujumga o'tinglar, hujumga. Isap emas. Xato bo'lib qoldi, isap emas. Isap emas. Isap emas. Bir qatimda ushtirishini belgilaydi. Taş kacalata, taş kacalata, taş kacalata. Men xatamay qo'ydim. Asli bu yerga mangmaydim. Sen yeni vaqili 12 qatim bo'ldi. Aliylari, xafa bo'lib qoldinglarmi? Kim xafa bo'pti? Men xafa bo'lmayman. Aliylari, kechki tomoq tayyor bo'ldi. Aliylari birdam aramayli vasla. Nasriddin o'zlariga sovg'at ep kepti. Nima sovg'at? Birdan turib bilib qoladilar. Nasriddin, sen ipga yegan to'xu kavupi shundoq mezillikkan. Aliylari, biz birdan turib tepkish o'ynaylik. Nimandaq chiroyli tepkish bu? Ha? Bu tepkishning paylari ajab tonish ko'rinadi. Bu pay o'zlari yeyotgan to'xoning paylari. Sen meni bak terik turding. Shahmatni yeni olgan oz deb yana mening oq to'zimni pishirib yeyitibsan. Meni bak terik turding Nasriddin. Kelinglar. Hurmatli aliylari, oxiri xafa bo'ldilar, ha? Men xafa bo'ldim, seni jazolayman. Aliylari ovoyaga qarasizlar. Meni oq to'zim. Bu nima ish? Men seni oldin paltongga tushibdiman-da. Aliylari bir shafqatli podshoh bo'lish uchun oldi bilan mukofot bilan jazolash aniq bo'lishi, andin saxovatli bo'lish kerak. Shunda qilgandilar andin haqiqiy shafoatli podshoh bo'g'il bo'ladi. O'zlari cho'qim yaxshi podshoh bo'la oladilar. Men aslida yaxshi podshoh. Undaqda Bay xo'jamning ishini qanday qilsak bo'lar? Bu bolaniza. Kelinglar, mendan buyruq. Boy 50 tilla jarimani to'lasin. Har kuni bozorni tozlasin. Tamam. Neler nasıl olsun? Peki. Seyran soladı Ben çok tırışı ben kotan.